bonfileni bunaqa rezinka qilib qo'yish uchun ancha mahorat kerak lekin. Xolodetskka til solinadimi? Shunda yozib yuboringlar kommentariyaga. Men mastavadan qaynatma sho'rvani mazasi kelyapti, tushunmang. Men bu joyga bekordan bekor kelmadim. Komandamdagi bolalar kelib juda ham afsuslanib ketgan ekan. Endi o'zim ham bir haqqoniy obzor qilaylik dedim. Fayz, Amirsoy yonidagi. Ketdik. Xo'las, Sezardan boshlaymiz. Srazu aytaman, bu Sezar emas, Sezarning parodiyasi desa bo'ladi. Souschi baynazligi shunday bilinib turibdi, lekin prям bilasizlarmi, уксус mazasi kelyapti, такой achimtir. И сыр. Yevropeylar rosa ko'p o'tirishdi-da. Yevropadagilar Sezar ustiga Gouda chiqarilganini eshitsa, menimcha bitta kulib qo'yadi xolos. Podshuba meni eng yaxshi ko'rgan salatlarimdan bittasi. Sabzi yaxshi pishmagan, qirtila yotibdi. Slishkom nima deydi, katta cho'rkadan o'tkazishgan. Qarachi. Podshuba aniq yo'q. Alimiyani mayonezi yaxshi, to'ralishi yaxshi, lekin kartoshkachi qaysidirlari pishgan, qaysidirlari yaxshi pishmagan. Mana qatdim. Deganda qirtilayapti. Til solingan adashmasam xolodetskka, bilmayman til solinadimi yo'qmi, lekin umumiy olganda xolodetsk yomon emas. Xo'sh, mastavaligini bilasizlarmi? Bulyonicha qaynatma sho'rvanikiga shunaqaga o'xshadi, lekin juda ham mazali haqiqatda. Qaynatma sho'rvaligini aytdim, bulyon boshqacharoq. Bularda qovurma mastava emas ekan, lekin sizlar o'rgangan bochkali mastavasi emas bu. Kelsanglar, u narsani kutib o'tirmaydi, lekin bulyon haqiqatdan mazali. Bu bularni firmenning ovqatligi ekan, bonfile, lekin bonfileni bunaqa rezinka qilib pishirish uchun men bilmayman qanaqa Fransiyani kulinariya maktablarida o'qish kerak. Menga to'g'risini aytsam, umuman yoqmadi bu ovqat. Bilmadim. Etsiz pul. Ana jizni qirsillatib yeganlar uchun zo'lagan. Qani ketdi. Umumiy olganda shashliklar yaxshi. Bilasizlarmi? Baliq qovurgandachi tuz juda ham katta rol o'ynaydi-da. Ana bu tuz sepsa bo'ladigan ovqatlardan emas-da. Tuzi yo'qda, o'shaning uchun maza ham bilinmayotgani yo'q, umum. Xullas, shuncha yegan narsam arzamagan 670 ming so'm bo'ldi. Menimcha bu juda ham yaxshi narx. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar. Endi atmosferaga keladigan bo'lsak, kattagina shinamgina joy qilib qo'yishibdi. Shunda tog' ko'rinib turibdi, detskiy plashatkasi bor ekan. Endi taomlarga keladigan bo'lsak, salatlar, hamma salat ustida ishlash kerak. Hammasini podshuba xafa bo'lmanglar. Yeb bo'lmaydigan darajada. Sezar, endi Sezar sous ustida ishlash kerak. Ustiga iltimos, shuncha turistlar kelyapti. Parmezan sirani retsepturasi bo'yicha qilinglar. Arzonroq qilamiz deb Gouda qilish kerak emas. Oliviyani kartoshkasi qirtilib yotibdi ko'rganinglar deb. Xolodets yomon emas. Mastava endi biz o'rgangan mastava emas. Endi ovqatlarga keladigan bo'lsak, balig'i umuman tuzi yo'q. Agar tuz sepib yesa bo'ladigan ovqat bo'lganda men indamasdim, lekin balig'i tuzi singib pishish kerak. O'shaning uchun tuzi yo'q, haqiqatdan maza-matra yo'q. Endi firmenning ovqati yeylik ekan, shu bonfile firmenning ovqat bo'lgandan keyin uni nima deydi, dauma deb his qilish kerak, zo'r tayyorlash kerak. Rezinka chaynab, men hali ham chaynayotgan bo'lardim-da agar og'zimdan tuflab tashlamaganimda. Nima qoldi? Shashlik. Shashligiga keladigan bo'lsak, yaxshi shashliklari zo'r deya olmayman, lekin yomon emas, takoy o'rtacha. Endi bu joyga kelarmi deylar, yo'qmi, kommentariyada yozinglar. Keyingi safar qatga boramiz, qatlarni obzor qilamiz. Aytgancha, like, podpiska, hali ham tekin bosib qo'ying. Sharmanda shuncha pul ishlatyapman sizlarga kontent olish uchun.